ota-ona, hozir kulgili eshitiladi, ko'rib turgan bo'lsanglar, ota-ona farzandidan maslahat, fikr so'ramasligi. Hozir kulayotgan bo'lishingiz mumkin. Men nega bolamdan maslahat so'rayman deb. Hamma gap shunda-da. Hamma gap shunda, maslahat so'raymiz-da. Fikr so'raymiz-da. Bola o'zini katta odamdek, individual, ya'ni shaxsdek his qilishiga yo'l bermaysiz. Hali ham sen yosh bolasan, aytilgan shikil qo'pol qilganda qisib yurishingcha degan narsa bor. Eng kulgilisi, bola 18 ga to'lgandan keyin katta bo'lib qolding-ku, o'zi o'ylasangchi. Qattan o'zi o'ylaydi. Oxirgi 10 yildan beri nima qilish kerakligini siz aytasiz-ku. Qattan o'zi o'ylaydi. Bola o'zini ahmoq, faqat buyruqlarni bajaradigan, o'zini fikriga ega emas, o'zini fikri hech kimga kerak emas, jonzot deb his qildimi? Bo'ldi, shunga o'rganadi. Bu men aytadi, men shu odamman, men shunaqa ekanman deb o'zini shunaqaligicha qabul qiladi. 18-19 yil to'lgandan keyin birdaniga katta odam bo'lib qolmaydi, o'zini fikriga ega.